Hatto adamga shim oldim. Mashina hozir kirib beraman. Xursand bo'ladi. Faqat bitta iltimos bor-da, shuni internetga qo'yib, ozgina like pay to'playlik, odamlarga ibrat bo'lsin deyman-da, tariyoq bo'lib qolmasin. Bularni cho'tki qilib olib ber faqat. Men tushundim seni. Cho'tki qilib olib beraman. Yur. Qiblagohim buzrukvorim siz Dadajon, bola bo'lib sizga nima qilib ayting? Tug'ilgan kuningizda mashina sizga sovg'a qilib oldim. Yaxshi kunlar kiyib yuring. korim shamsu qamar. Qalaysan, nima deyapti? Lekin qichig'ini olsan 89 mingga, malades. O'chir ovozingizni $890 deb qo'ygan madam dedi. Bolam, shimni berib tursang, choyxonada chollar kutyotuvdi. Birrov maqtanib keladi deyotgandim. Ada yangi shimni nima qilasiz choyxonaga kiyib qirqib qo'yasiz. Men normalni kiyib yuribman. Shortigan bo'lardi, mana bitta bo'lsa choyxona. Idish. Otaxon, nodon o'g'lingizni kechiring. 89 yuan deb sizni aldab qo'ydi. Men sizni bitta zo'r joyga olib boraman. Yuring, otaxon. Otaxon, az kasopat olganshimi? Mana Brent Roast'da 89 mingdan sotilyapti. Shu gap rostmi? Otaxon, shu yili bo'y shimlaringiz 89 ming so'mdan. Mana bunaqa qichoq krossovkalarimiz ham 89 ming so'mdan. Mana futbolkalarimiz ham atigi 89 ming so'mdan. Ha, bolama. Nonko'r og'ayning o'z otasini aldadi. Hozir uyiga boring, akkuratni. Qoziq qilib o'tqizaman uni.